anga misol 3 sinus x. Tushundingmi? Qara tomonlar ikkiga bo'laveramiz. Ikkala tomonga. Bu tarafda 1 taqsim 2 cosinus x anga misol 3 taqsim 2 sinus x kichik 0 dan. To'g'rimi? Cosinus qachon 1 taqsim 2 deydi? Cosinus 1 taqsim 3, to'g'rimi? Yo'q, cosinus 1 taqsim 3 va cosinus x anga. Bu sinus qachon? Cosinus sinus bu sinus 1 taqsim 3 va sinus x 0 dan bu nimada ishlatyapmiz bizlarga? Qo'shtirib so'raymiz. Demak, cosinus 1 taqsim 3 plus x mi? 0 dan cosinus qachon manfiy bo'ladi? Mana birligini. Bu 1 2 3 va 4 to'g'ri? Cosinus mana oraliqdan, mana tarafdan 2 3 to'g'ri. To'g'ri? Demak, bu yog'i 1 taqsim 2, bu yog'i 3 1 taqsim 2. Demak, buni oraliqqa qarang. 1 taqsim 2 plus 2 pi k kichik 1 taqsim 3 plus x kichik va 3 pi taqsim 2 plus 2 pi k. To'g'ri? Tomonlarda 1 taqsim ayirib olaman. 1 taqsim 2 ayirgan 1 taqsim 3 qo'shilgan 2 pi k. Bu yoqda x so'zi qoldi endi. Kichik 3 pi taqsim 2 ayirgan 1 taqsim 3 qo'shilgan 2 pi k. Buni ayiradigan bo'lsam, bu yoqda 3 beraman, bu yoqda 2 beraman, to'g'rimi? Demak, pi taqsim 6 plus 2 pi k kichik x dan kichik. Bu yoqga 3 ta, bu yoqga 2 ta bersam. Necha bo'ladi? 9 2 pi taqsim 6 plus 2 pi k. Tushundingmi? Bu bizdagi javob. To'g'ri? Kim